Yana bir shahar tor filmi faqat Subat tor sıfırlarda tarqatildi. Bu filmning tajdorligini Xinjiang Abida Bio Pantexnika cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Gap qilarsan. Bundan keyin medialarda shirkatga vakolatdan qalangan gapni azroq qil. Men qalangan gap qilmadim. Bo'lsa chiqibdi Iskandar afandi bilan o'zim ayron paramsi. Ukam sening qildigan boshqa ishing yo'qmi? Akam, meningmi ish qilg'im bor shu, kelganing yo'q, hech qanday ish bermasam menga. O'zim bu dedi qayib ketgili. Kino ishlamsa, yan shu ishlamsa, nima ish qilsang bir ish qilib tur. Bo'ldi aka. Maqaka men mandim. Eng ahırda külgini, eng ahırda yengini. Ma? Çay tayyor bo'ldi, yazom. Kral. Yazom, yaxshimisiz? Chans tayyor bo'ldi. Nima choy u? Siz eng yaxshi ko'radigan Shixolongjingchi. Mineral suv bilan tanishgansiz? Ha, Obidaning suvi bilan damladim. Qani tetib baqa. Am siz daxil qilmay ish bo'lsa meni chaqiring. To'xtang. Nima ish bo'ldi, yazom? Tetib baqmayman. İsmi nima degan? Shixolongjing. Men sizning ismingizni deyapman. Xopamon, yazom. Mening ismim Xolnur. Xolnur. Çay içishlik emasmikan?
Bu çoğunlardan anlaşımca burun şu kızlar tug'ilsa, badanda hal bo'lsa, ismini Halnur deb qo'ydi ekan to'q. Ondan bu ismni chaqirib keyin bu hal asta-asta yo'qolib ketgan. Qaraganda sizga xeli önüm qipti, ha? Shundoq yozing. Bu ismni men momam qo'yibdi-ki, lekin menga unum qilgandek emas. Men ajab bir xalbalıqni ko'mdim ya. Mendik hal Sizdeki hal kögül olmaydigan yer ekanda. Bu ne? Sizga jiq ta'sirim bo'lmaydi ekan. Hechqisi yo'q. Siz nima kasb o'qigan? Chaynomdan demlabsiz-ku. Men bankani bozor marketing kasbida o'qigan. Yangi o'shangni sud san'at boshqarish kasbida o'qigan. Nima? Yangi o'shang? Bu ularning nima qilgani? Men ularga choy demlaydiganga yordamchi kerak desam, bular yangi o'shang deb berdi-mi? Bu qarab turib etamiz o'taliq qilgan-ku bu. Men o'zim talab qilgan yozing. Ha? Qanday gap bu? Men siz bozor boshqarish bo'limiga kelgandim. Men shudim o'tib bo'lgandim, lekin bosh direktor ishxonasiga bir yordamchi qabul qilamiz deganda, men o'zim talab qilib mishak olmashay degan, shu natijada o'tibdiman. Qiziq. Bu nima uchun? Men kitobdan bir jumla ko'rgandim. Chaqinlarning podshoyi bo'lgandan, ulug' zotlarning chaqiri bo'lgan deb. Shunga men jamiyatga amdil qadam qo'ydim. Mening o'rgangan narsalarım bek ko'p. Agarda mushta muvaffaqiyat qozongan odamlarning yonida tursam, chuqur bek jiq narsa o'rganib olalayman deb qarayman. Nima muvaffaqiyat qozonguchi bu? Davr Mayak Koreya Iroq dengiziga eng chong korxona. Men to'rda shirkatimizning chet eldagi piyini nihoyat tezli bozorga soldiganligini angladim. Shunga bunda chong shirkatning mudiri chuqur odatli odam emas-da. Şirketimizden bugün gelgüççe emmisi dadamның tökisi. Endi ma bir necha yilning yog'zi akam boshqudi. Men texi endi qulamga oldim. Texi men hech qilmadim. Yangi xizmatchilarni qabul qilib, xizmatchilarningki qurilmasini tashiyapman mana. Undan texim yaxshi, yangi bosqich, yangi boshlanish. Men mushta vaqtda bu guruhga kirgandan keyin bekmi talalikkanman. Unda qo'shchi, siz jafadan qo'rqmasangiz başta yordamchi bo'lavering. Lekin sizning maosh ta'minotingiz shu chomil bilan o'xshash chiqaversin. Endi o'qiganingiz bekor ketmasin. Men o'zim yaxshi o'qimagan bilan sizdek yaxshi o'qiganlarni pek hurmat qilmayman. Yo'q yozing, shirkatning qoidasini buzmang. Men jafodan qo'rqmayman. Siz faqat o'rlashtirsangizlar, men hammani qilman. Bilmasam o'g'inaman. Sizning ko'proq narsalarni o'g'itib qo'yishingiz umid qilaman. Men hozirmi boshtiray. Voda qo'yucu, chiush qo'yucu. Siz chiqavering. Rahmat bosh direktor. Unda spreshos meni chaqirasiz. Kira. Kira. Kira hammasini. Sizga Ruslan bo'ldi-ku. Ko'zingizni o'tibki, shuncha ko'p narsalardan bir qarab tanlab oldingiz. Demlagan cheyim bo'lib qoldik-ku. Ishbaqa? Nima qilmoqda? Çay tepsisine kırıp ketmeydi. Sizga Ruslan bo'ldi-ku. Qog'ozlarni o'zing qarab o'rlashtirasiz. Lekin
navat bilan besimni aralashtirib berasan, ritm bilan. Ha, ma'qul. Voy, nima bo'ldi? Voy, Özüm tutulamdı. Keçirim. voy sen Hamidjingli? Keçirim. Ben özüm tutulamadım. Yazım. Ben çekemedim. Hamidka, nima bo'ldi? Nima qiyinchiliging bor? Nigina? Ben bayağı beşini götürüp kalsam. Size bu orunda oturduğunuzda görüp kanca hoşum ketkenini bilmeysiniz. Neçe yıllar oldu. Sizin bu orunda oturuşunuzda ben arzu kılıvat kılayım. Aynı ile ben zulukam var size bu orunda maskeli o dep etkan. Tam bu görünüşlerini düşünürümde mi neçeret köygen. Biraz merhamet yalan yapın Allah'ın hemen. Siz beni düşünürseniz yardım. Bo'ldi. Nima bo'ldi ki debdimi? Yig'lab emas. Siz bilmeysiz. Bu bir neçin yaptığı şirketsiz yok. Ulan beni tolu çetip kalktı. Mühim yığınlarımı çağıramaydı. Mühim hizmetlerini vermeydi. Çünkü ulan siz bilen benim münasibetimin yaxşılıkını bildi. Ulanın o karayet çağlı. Ben çizdim. Çünkü ben size çok kayıt kıldıqanlıqını şinettim yazdım. Bilmem Hamidka. Sening menga sodiqligingni. Mana mush bir necha yilning yog'i agar sen bilan aloqalashib turmagan bo'lsam, shirkatning ishlarini men qanday bilalaydim? Şuna qaytib kelibla sana muhim o'rinlardan vazifani berdim-ku. Sizin saqlashim ergizim beni o'stirishiniz uchun emas. Çünkü bu şirkette siz bo'lmasiz bo'lmaydi yazam. Bo'ldi. Meni to'la uchirib osmonga chiqib ketmagina. O'zimning netijaligi o'zimga 5 qo'ldek ayon. Endi seni o'stirishimdagi sabab birinchisi bo'lsa, sen menga izchil sodiq. Ikkinchisi, sen shirkatning yuqori to'van hamma ishlarini pishiq bilsan. Sen azroqlam ko'ngil bilsan bu ishlarga, mening g'imimni azlaydi emasmi? Hatice'm bulun yazım. Aras, qani men sana buyurgan ishlar qana bo'ldi? Hemen bir jip buldum. Sizga tapşırayım dep turgandim. Aras, abiyatdan darvozaning oldiga o'sha odamlar yig'ilib ketdi. Nima odamlar u? Ular şu Çeçen kolan. Uzakta öylemi çık boğan. Bugünkü gelgende uzaklık toxtanda ziyan tartdık. Öyle çoğu ega almış döpranlar dep çizel olmayatdı. Siz onu Hatice'm bulun. Shunda bo'lsimchi qara, mashina texim yaxshi hal qilinglar. Bekor bizning ma shirkatning obro'yiga ta'sir etadi. Jima? Biz biciraatimiz. Hatice'm bulun yazım. Ma o yeşil, ma o qizil. Nima bu? Sizin kendiga qizlaran sızılğanları, dozun adamları. Ular siz kelgandan buyon boshqurishimiz qayg'urmay, Astriddan 10 ta'tirga dani qilib, qasdan qusur etganlar. Men odam kuchi boyliq bo'limini ishdan bo'sh qonun uchun tayyorlash o'rnashtirdim. Yeşillarga kelsak, hammasi uzun umri sizni esidan chiqarmay, dozunning boshqurishiga fikr bor. Sizin qaytib kelganini anglab, chin ko'ngilda xushal bo'lganlar. Ularni qanday ishlatay sizni o'rnashtirishimiz bor. Ya bak qizil, yeşildan biraz köpken qo'yam. Qaraganda akam mendan bekrak boshqalarning ko'ngli tutalandi men. Undaqmi emas. Ya'ni shu ishlar uchun emasmi? Bu odamlarni ketkinimi yaxshi? Ya ma Habibadimiz nimishqi ya yeşil ya qizil emas. Bu nima hol bu?
Bu ne desem bular? Bu degine? Onu dozun adamımki de desem, o dozun baçadım o. Daim kabak türüplü yörettim. Siz qaytib kelgandan keyin o yana shu talatda. Xuddi odam uni xaridordi. Buni men tushunib bo'lamidim. Shunga Ha? Muşta işler ama? Ya onu çakırıp gel hazır. hazırma. Ha? Hazırla. Ha bo'ldimi? Hazırlab borayman. Vay, dedi aja. Mehribon yaxshimi? Necha bo'ldi soat hozir kelmaysiz u shirkatga? Ha, dedi aja, siz burun tushib bo'lay deganda ondan shirkat keladingiz. Bu qitimlarga qaytib kelgandan keyin har kun sahar bilan birinchi bo'lib borgan bo'lib ketdingiz. Hammamizni chandurib. Ma'qul. Mendan ketdi-ya. Birozlarni bek agiga yetib ekanman. Bundan keyin qattiq tirishimsam bo'lmaydi. Dünya shuncha cho'ng, hayot shuncha qisqa. Yana nurg'un ishlar bor ekan, men tirishimsam bo'lmaydi. Anisi bizni tirishaylik. Aja men o'zimni uyga berib, bir necha qor kiyim ivilib ham boraya. O'zimning uyi? Ali bilan yorishib qoldingizmi? Yo'q, aloqalashib boqmadik. Men opamning uyiga kiyim olmoylab ketib ekanman. Bu vaqtda u ishga ketgandi. Ben berib bir necha qor kiyimimni ivib ham chiqay. O sizni izlamadimi? Bu Ali. Ha, ma'qul. Unda shirkatga ko'rishaylik, chaqan keling. Sizga deydigan gapim bor. Ma'qul dedi aja, sal turib ko'rishaylik. Xo'sh. Bo'ldi. Yazın meni izlaganmisiz? Siz bu ishni chekmayga kiryapdingiz-ku. Ha, keling, bebada o'tiring. Çay quyayotgan adimizga. Bo'lar, onam. Men gapim deb bo'lib chiqibman. Ya bugun çay yegan emas bo'pti. Tetib ketma. Siz yig'iz etishni men cho'qim davomlasam bo'lmaydi. Men istiqbo bermoqchi. Voy, nima deydigansiz ada? Nima bo'ldi sizga? Bilmay yozing. Sizga men ishdan bo'shlatish uchun bu yerga chaqirdingiz shu. Men bu shirkat shuncha uzun ishlabdim-a. Bunchalik 100 ming kerak. Boshqalarning ishdan ayrilibdi deganni anglagandan ko'ra o'zim istiqbo berganim yaxshi. Anglamoqmi chiroyliroq anglandi. Sizning jiq gaplaringiz tejilib qoldi. Voy, bebadan nima deydigansiz siz? Men qachon sizni ishdan bo'shtman dedi? Faqat gapingizni tushunamdim men. Qani, azroq choy iching yana.
Meningmi növbetim kelqaldi-ku deyman. Şirketkiler hammasi bildi kimning ishda neydildiganligi, kimning o'stirildiganligi. To'g'ri Hamidjon? Bunu ben nereden bileyim bu mo'jiza işler. Qarang ada. Siz dadam vaqtini tartibla shirkatning turiki. Siz izchil, astoydil, mas'uliyatchan ham ishonchli tursangiz, kim sizga bunday dedi? Men hammasi ketkizsam ketkizmaymanki, sizni qat'iy ketkizmayman. Yalqinjon, siz meni adi degankansiz. Men sizni ukam deb bilman. Siz bugun meni ishdan bo'shatmagan taqdirdami, hamon bir kuni bu ish mening beshimda bor. Bu ish qirta mening burunlam tayyorligim batdi. Şu izchil sizning meni izishingizni saqlab turgan. Bugun bir necha yig'iz gapirimni sizga davomlasam, mening ko'nglim bearam bo'lib qoldi. Dana adamdasa, men astoydillik bilan anglay. Sen chiqib beliq ishdan oldidagi yig'ilib bir al qo'yda qo'pa. Ma'qul. Hozir chiqay. Yalqinjon, sizga deydigan birinchi yig'iz gapim dal mushu odam. Bu adam nergiz ishlatmang, sizga opat deb keldim. Bu Hamidjingli xili yomon emas odam-ku, nima shunday deysiz? Sizning oldingizda shundaq, siz bilmaysiz. Qaytib kelganingizni anglabli butunlay o'zgardi. Yo'lvosning ayisida qadaygan tulkidek. Shirkatdagilarni necha turkumga bo'lib, xizmatchilarni sarasimga selvatdi. Ko'pchilikning xizmat qilganda kayfiyatdan qolmadi. Ya dakki-dukki yuriydi, ya uning xushamat qildi. Siz depekma, bunda qadam opat olmay nima? Shundaqmi? Men bir Hamidjingni bir tanqidlab qo'yay. Endi menda-chu. Bu necha yilda umu jiq ovalchilik quchqir dedi-ha. Endi kelib, men yangidan fursatga erishib, sal o'zini bilmay qolgan chig'i, lekin men bir deb qo'ysam bo'ldi. Lekin xil rostchi odam-ku u. Rostchi? Pastda bir muncha odamlarning to'plashganligini ko'rgansiz? Ko'rdim. Men abey ularga iliqi ishni hal qilib dedim-ku Hamidjingga. U chaychanxular to'ymasga ishni qilib, ha. Chaychanxu? Hamid ashta odamdan? Ha? Yazing. Ularga chaychanxular emas. Siz bilmaysiz aqchan. Nimni? Ular Xonshulun o'ltiraq rayonining uy egilari eng burun pul topshirganlar. Qurilish to'xtab qolgani 20 yil bo'ldi. Shunlar pulni qaytarib olib kelibdi. Xonshulun o'ltiraq rayoni? Bu nima ish to'xtaydi? Nima ish to'xtab qoldi? Bu zot nima ish? Siz balkim bilmaysiz. Oldingi yildan boshlab shirkatning moliyasidan mas'ul ko'rildi. Do'zing bu vaqtda mablag' shirkat quraman deb pul topqil bo'lmaydigan bir döv shirkatlarga mablag' savatdi. O kelgusida mushu turlardan birasi bo'lsin bozorga salins arziydi degan. Hozirchi taqiladiganlari taqilib, ziyon tortganlari ziyon tortdi. Yana ba'zilarda hech qanday shapim yo'q. O o'zi bo'lsa yiroqdagi egilik tikluvchilarning farishasiga aylandi. Nagil bo'lsa boshqalar uning keyindan ism kartlarini tanlashidi. Lekin uning shu quruq nomdan boshqa hech nimaga erishamadi. Bu akamnimiz. Men baldıroq qaytib kelsam bo'pti aslida. Aldirmay turing. Keyin u suv ombiri buxgalterlik shirkatining odamini taklif qildi. Deyishcha, shirkat payini chet el bozoriga serish uchun xalqaro o'lchamga uyg'un bo'lishi kerak ekan. Shu butun shirkatning moliya boshqarishiga u odam mas'ul bo'lishga boshladi. Bizning moliya ishxonadagilarni ularning mashg'ulotini tushunmaymiz. Shu bizning ularga fikr qilish huquqimiz yo'q. Yaqinqi 20 yildan buyon Xonshulun o'ltiraq rayoni turlariga o'xshash turlarga pul tasdiqlamag'achqa qurilish ishdan to'xtadi. Men sizni qaytib kelgandan keyin bu masalani hal qildi deb o'ylab kelman. O'ylamagan yerdan siz yana shu suv ombiri buxgalterlik shirkatidagilarga ishindikansiz. Hatta o'zingizning qurilish o'rnida ish to'xtaganini bilmaydi ekansiz. Aslida bu ishlarni Yashar o'rlashtiribdi ekanda.
Menimcha bu yerda bir uqishmaslik bor. Mengo uning ixtiyoriga ishonaman. Bo'lmagan bo'lsa, men qaytib kelmaydim. Men undan bir so'rab baqay, ha. Bayan men istifa bermay degan gapni qasddan Hamidni anglasin deb degan. O birdan xo'sh bo'lsin. Yazon xotirjam bo'ling. Sizlar meni ishdan ketkazatmasangiz, shirkat taqilib qolmaslar, men hargiz ketmayman. Davomli ishlayman. Siz uchun emas, akangiz uchun emas, balki Zununkam uchun. Ayni vaqtda Zununkam mening nopis ishlarimni hal qilib bermagan bo'lsa, balkim men yurtim qaytib ketgan bo'lardim. Hozirgi kunimda bo'lmaydi. Şu şirketga foydali ish bo'lsa, men hargiz boshlatmayman. Shirkatga ziyonli ish bo'lsa, hargiz qarab o'tmayman. Habibada. Rahmat sizga. Yana dadangiz ayni yili menga degan mundaq bir gapni dadangizga vakolatdan sizga yetkazib qo'yay. Men uningdan buncha cho'ng korxonani qanday boshqarganligini so'rasam, u menga loban bo'lish uchun mundaq ish kishini chong tutish kerakligini aytgan. Birinchidan, moliyani o'z qo'lida chong tutish. Ikkinchisi, odam kuch huquqini qo'ldan berib o'tmaslik kerak. Uningdan boshqa ishlarni shirkatdagi boshqa iqtidorli kishilarning boshqarishiga qo'yasli bo'ldi degan. Lekin yozing, bugun kelgan siz dal buning aksi ish qilyapsiz. Shirkatga eng muhim ikki cho'ng ishni boshqalarning qo'liga tutqizib qo'ydingiz. Sizga nasihatim bu qolsin ukam. Bu ishga yaxshiroq ko'ngil bo'ling. Bo'ldi. Deydigan, demaydigandan amin dedim. Agar men ishdan bo'shatmasangiz, men chiqib ishimni qilay. Ya, ada. Çaydan yana bir stakkan. Ha, Yaşar Efendi. Menmo sizga telefon qilay deb turgan yazong. Bir xush xabar bor. Aytma, men xush xabarga amroq qo. Baya Qizil Chavandoz tarafdan uqtirish keldi. Ularning mudiriyat yig'ini tarafdan tasdiqlanib bo'pti. Uzoq qolmay bizning BVI shirkatimizga birinchi qarorliq mablag' puli urildi. Acayip yaxshi. Men sizga moliyaning shuni demak istam. Bayam anglasam, biz 20 yildan ko'proq vaqt sarf qilib, ondan shirkatning moliya sistemasini xalqaro buxgalterlik amaliy tafovutini tekshirish o'lchamiga uyg'unlashtirdik. Bo'lmasa Qizil Chavandozning pulini qabul qila olmaydik. Keyindan bijirdigan yana bir qator rasmiyatlar bor. Men sizga eliroq email avatib beray. Tekshirib topshirib oling. Shu emasmi? Bizning moliya xodimlar nima tushunti deysiz? Kun bo'yi qishlardan ansirab. Bu degan mening xizmatim. Yalqin efendim. Amsa men ishimni qilaveray. Emailni topshirib olishni unutmang. Buguningiz ko'ngillik olsun. Bo'ldi. Ma'qul. Japa chekdingiz. Isir. Mana buni professional deymiz. Chiroyli. Kiring. Qanday oldi? Istifa etdimi? Men uni ketkizmadim. Uni olib qoldim. Haras, men bir rasga qila. Pastliklar yig'ilib olganda nima dem? Chaychan xo dema menga. Bu Habibadimiz ishda yurgan. Bunda kichik ishlarda sizni ansirtishning nima hojati? Şirketning bizga maosh berib, bizni beqishi, dal mushundoq cho'ng kichik ishlarni bir taraf qilish uchun emasmi? Hamma ishda lobanni g'am qildirsak, bizning bu shirkatga nima qimmatimiz bo'lsin? Tasamot. Kichik ish? Bu qandaysa kichik ish oldu? Bundan bir patman pul keta? Bu sen qanday hal qilaysa? Biz bir amalni Bo'ldi. Men abiyatim bir telefonla hal qilyaptim bu ishni. Uzoq o'tmay bizning hisobotga necha 100 million dollar kirdi. Voh, nima jiq pul? Rastla, men dedim, o'z yozing siz bu shirkat bo'lmasa qat'iy bo'lmaydi, juma. Men kompyuter qarashni bek yoqtirmayman. Birdan turib menga email qilish mumkin.
Sen aş kelgan emailni menga urib chiqirib bergin, men qo'l qo'yibdi. Hozir chiqay. Ras yazın etgan bir necha yosh bolalar ketgan. Sizni ko'rsak bo'ldi deb saqlayotgan. Sizni oldirash desam, bo'ldi saqlayli deb hozir saqlayotganki. Ha? Yosh bolalar? Nima ish qildigan yosh bolalar ekan u? Balki meni sizni mablag' solammikin deb izlab keldi ya qachon. Bu bir necha yilda siz bilmaysiz. Akangiz bu jarayondan mas'ul sirlandi. Yoshlar planni qo'liga ilib, akangizni mablag' solishni o'chlikdan saqlab turdi. Ba'zilarda munosabat taynibmi keldi. Munosabat taynib? Qiziq. Haras, bu bir necha yillarmi shu munosabat taynibganlar o deyman. Yo'q, Odijon tunish to'g'andamdi o ishqirdi. Odijoning akam bilan munosabat yaxshidi. Endi odam o'rlashtirib, to'g'rini tutib boqay dedi-da. Chaqira, kirsin. Ne maqul aka maqul. Bunlar uyga kelamiz, o'zlik ko'rishdi. Ey saqlayman. Maqul. Xo'sh. Kiring. Ha, kilonli. Hurmat, yazon yeysiz sizlar. Havuz jihonlarga. Ha, yazon nima, yalqinka degina, yalqinka. Yalqinka. Kilonli, o'tiringlar. Sizlar yoshlarcha ichimlik ichsizlar, ichinglar. Shuna aldirashib ketdim aytganman yolg'iz. Jiqsa qiltatdim, ha? Ya. Taqdim avomina. Odijonmi, yo telefon qilmabdi. Sizlar tuqqan kelamsizlar? Ya. Odijon bilan dadamdan bir yaqini. Dadam kim o? Dadam bu... Tushundim. Muhim bir shaxs ekanda. So'zlar hikoyani. Anlay. Hikoya? Hikoya? Sizlar yoshlar mablag' so'rashlarning oldida bir ta'sirli hikoyalarni so'zlab, bashangga jihva shu PPTlarni ishlab oldimizda hikoyalar bizni ta'sirlantiralsa, andan sizlarga mablag' solmizg'u. Odijon degandek men cho'qim astoydilliklar anglayman. Hikoya so'zlayman ekanda. Murod, sen so'zlarsan, men so'zlamdim. Sen so'zlama. My man. Okay. Martinliklarni ishlatib tursam bo'lamda. Yo'q aka. Bo'ldi. Ishlat. Bu yerda bir osh shirkat bir parcha narsa to'lab, mablag' silib, bir munch bino salmoqchi. Ha? Uyimlik turi? Ha? Men buni tushunaman. Ha? So'zlar ver. Cho'qim tushunsiz. Ondan bu yerda bir shirkat
o shirkatga bu ham tang mablag' silib, bu ham tang ochmoqchi bo'ldi. Lekin o shirkat biga bundoq pul topadigan savdoni qilmoqchi bo'lsangiz, bu yer setib olgan pulning bir qismini siz chiqiring deydi. Aql muvofiqkan-ku. Lekin bir shirkatda 10 ko'p naqd pul yo'q. 50 million naqd pul degan oz pul emas. Ondan si shirkat bo'ldi. Bu si shirkat biga siz hamma mol-mulklaringizni mol-raniga qo'yib qo'ying. Men sizga 50 million naqd pulni qarz berib turay deydi. Bu chog'da bir ishkilanmaylar, ma'qul deb hamma mol-mulklarini siga berdi. Siya 50 million naqd pulni bir berdi. Bir bütün pullarni o'g'irib berdi. Tushundim. Bu shunda adil sud bo'libdi-ku. Ondan keyinchi? Ondan bu hikoyaning yana bir nuqtasi bor. Amaliyotda bu O bilan C ikkisining tilida. Bu 50 million pul dastlabda O Sirbek To'g'an. Oxiri qanday bo'ldi? Bu 50 million pul cho'gilabga yana O'ni chiqib kirdi. Ammo bu biya turma kirib qilib, sening pulni vaqtida qaytara olmay, bu mol-mulkning hammasi sid qilib qoldi. Ya undaqda bu bir parcha yerdimi, biningmi, pivolish kerak-ku. Good brother. Deganingiz tamamen to'g'ri. Lekin bu biya pulni berganda to'xtam tuzmagan. Ya bunchalar cho'ng ish qilib, nima deb to'xtam tuzmaydi? Bu bino davomliqligidan bir gibi bor. Mening og'zimdan chiqqan gap to'xtam, tupurkim tamg'a deb. Bu gap ajab tonish ya. Isming nima? Ismim Tayran Jura. Tayran aka, sen bu hikoyani so'zlab mendan nima so'ramoqchisan? U o'zining so'ri planini so'zimdan-ku. Qani sizning so'ri plani? Shu sizdan so'rab boqay degan. Bu oxir kelganda bu bino pulim yo'q bo'ldi, mulkim yo'q bo'ldi. Shuna buni qanday qilish kerak? Undaqchi bu shirkat o'zining qajlagan 50 million pulni qaytarib akab bo'pti. Chunki bu A bilan C'ning tili birkan. Bu to'g'ri emas-ku. A C orqali B'ningki butun mol-mulkini qo'liga evilishi bu tubdan xato. Endi bo'lsa B'ga yoki mush mulkini qaytarib berish kerak, yoki bo'lmasa mush turga solgan mablag'iga asosan buningga P'ni olib berish kerak. Bo'lmasa bu to'g'ri bo'lmaydi. Ikkilanamsa bu nima gap? Si shirkat damalliq qurilgan shirkatga mol-mulkning hammasini yetkazib bo'lgandan keyin cho'shib ketibdi. Lekin biz buni obdayini qildik. Pardoqsizlik kontrol qiluvchi Mardan Jingli ekan. Mardan Jingli? A shirkat dalsinan davrmayak ko'rakin. Bu ishni akam obdan biladi. Sizlar zodi nima ish qilmoqchi? Bu yoq mening dadam. Ham sizlarning og'zinglardagi Jurat Saran. Nima? Sen Jurat Saranning o'g'limi? Hiliqi Tayirni? Ha, naqma shu. Qaytarishib qoldi. Ismim Tayran. Kelishib hamsa. Naqd pulmi yoki paymi bo'lmasa mol-mulk. Qaysi? Qaysi? Voy sizlar zodi nima qilmoqchi? Xotirjam bo'ling. Men Adijonga deb qo'ygan. Adijon sizlarning boyinchingligimni deb qo'ydi. Adijon o'z kirishdan burun mashq aralashmanglar deblar. Bu Adijon deb kelgan. Belki men tutib qo'yganamki.
voy bu sizlar zot nima qilmoqchi bu? Bu sizlar nima qilmoq? Xotirjam bo'ling kanka. Biz kelishdan burun advokatdan surishtirib qo'ydik. Nech pichoq bo'lsak, nega bo'lsak, dadamga o'xshash qizlarni laylab keldik. Isingni bordim bra? Kesdi. Good. Qarang, tishimdan ya bir tuqqanim yo'q. Naq kiribla dadamning uyida vafodorligimni yetkazsam, bo'lganda aka. Ya sizlar texe, yosh fikrim bu qalaymi qarshi qilmanglar. Ha siz o'ng'aymi, so'lg'aymi, yo'q, bir qo'lingizni almashtiramsiz ya? Hayatın ishdan kirsam o'n qo'l qalam bo'lgan. Ya undas akran aqlingizni mana qildi. To'xtab turinglar, fikrim bu ishning hammasini akam qilgan. Men hech uqmayman, bu ishni chiroyli deyishlar. Chiroyli deyishamda? Ha, da. Yaqinda men bizning shirkatning PM xalqaro bozoriga solinmoqchi. Bu vaqtida bunchalik pul ishlamas. Men boshda Mardonjingli bilan akamdan bu ishni bir surishtiray. Anandan keyin sizlarga mol beramdim, pul beramdim yoki bizning shirkatning payini beramdim. Shu vaqtida hamma to'liq qilib berma. Mening emas narsani menmo o'zimning qilib olmayman. Buningga xotirjam bo'ling. Yazın ise. Deal is deal. Okay. Mayli Murat. Ya aldirashga biz ma'mur qilavermaylik. Ya bu mushtali bo'ldimi? Bir hujjat izbamandimi? Adujon, kamsonz bo'ldi. Albaga jinoyat o'tkazbidi. Shundan chiroyli paranglashdik. Xuddi dadam degan gapga o'xshash. Hammamiz kishi. Ha, bizning degan gapimiz to'xtam. Chukurkimiz qimg'a. To'g'rimi? To'g'ri. Ha, unda bo'lsa men maishlarni bir surishtirib qilib, qanday aloqa qilaman? Buni bilan aloqasingiz bo'ldi. Bu asha taxla unutib qolgan ishni eslasiz baksta. Bu mening telefon nomerim. Mishon telefon qilsanglar bo'ldi. Isming? Buni hammamiz Murat Bayka deb chaqiramiz. Doktorxonaning Baykasi Peyvamki deb gumonlanamiz. Ayraş yazan. Biz Tahir'in adamlarını pak sıcıştırıp oldu. Siz ama tek bağlarınızdan başka iş kanadımınız kalmadı. Şuna baş hayallarını kılma. Buldu ya betim değişip olduk o. Ayraş. O Merdan Cengi'yle ne ketkenliğini fıkamsınız? Bu Şangan'da mı ki? Kadar bırak yapalım tümün bir yapışık. Hiç kısa. Biz mayada hazır maddi cihetki savatını yakıp olduk. Hem de anlamadan ne diyeceğiz ki savat işime. Tamam. Kaç kazan. Siyah. Qarag'anda bu o'rinda o'tirish unchalam oson emas.